Salom hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog videosini olamiz. Hozir men maktabga bayramga ketyapman. Stilim maktabga bayramni videoga olib joylayveraman. Bir kunlik vlog bo'lgandan keyin kechqurun videoni qo'yaman. Maktabimiz yaqin, shuning uchun avtobusda bormayman. Kamam qora. Bu yerdan chiqqandan bunaqa asfalt emas joylar. Mana shu maktabimiz. Bayram 10:30da boshlanar ekan. Hozir 10:36 bo'ldi. 2ga oz qoldi. Mana bu yerdan chiqqandan asfalt bo'lgan. Ana maktabimiz. Xullas mana bu yerdan yana maktab yo'li boshlanadi. Bu yer kollej, bu yer maktab. Bu eshikdan boshlang'ichlar kiradi. Naridan xullas mana bu tomondan katta sinflar kiradi. Men naridan boraman. Agar naridan men borsam uzoq bo'lib ketadi. Bir o'qituvchilar xonasi. Mana bu men yaqin degan emas. Hozir maktabga shu qiz kelgan ekan. Bayramdan chiqdik. Mana bular parkka ketyapti menimcha. Ana endi mana buni ichamiz. Hozir ko'chamizdagi ammamning uyiga narsa boryapman. Ammamnikiga ham keldim. Hozir arabada nimadir olib ketishim kerak ekan. Suramiz edi. Voy, kuchim yetmayapti. Bu bizni kechki ovqatimiz. Anaqda park bor, hozir o'shani oldiga boramiz. Kechki sayr.